Nimasan o'xshash. Baribir chiroying qarabla to'yib qolaman. Mana bu bir qism erlarning uydagi ifodasi. Hamda sirtlikini ko'rib baqandiq. Arslan, tushdi bil tamoq yemdiq. Nimanch qo'sh qilgansiz odamni? Albatta bo'ladi. Amsi nim tamoq yeymiz ba? Mayli, siz bilan birga yeydiganlish bo'lsa, tayyorchibsak mayli. Jira. Nima degan qizg'in, ha? Yana uyga qaytib keldik. Arslan uyda un tugabdi, chiqib kirib beramsiz. O'zing aytsan olmamda. Atdigan ul charchab ketdimmi ishlab? Birda maramog'i qo'ysa olmamda? Albatta ularning charchishini to'g'ri tushunishga bo'ladi. Arslan, tushdan keyin uy ko'chida g'ashbatda uy ko'chi shirkatida bir tanishingiz bormi? Uy ko'chi shirkati. Men tutsam uy ko'chi shirkatining nima kerak sizga? Voy, bu o'zim yolg'iz ko'chib o'taman. Menga o'zim yolg'iz ko'chib o'taman. Shundaqda ba'zida ular xosiyatli odamga muayyan olaydi. Arslan, qaysi kiyimingizni kiysiz? Bu ikkisi behli moslashidi. Mashina kiyam sizga. Men sana kiyim moslashtirib aytdimmi? Ha? Men kiyim moslashtirib bermadimmi? O'zingnikini bir moslashtirib kiyishdigida. Shima deb taxim men kiyim moslashtirib beramish. Albatta ularning o'z oldiga go'zallik qarshi bo'ladi. Mamdoq. Haris Arslan, mamaykin sizni sal semiz ko'zitib qo'yapti. Bundan keyin kiyimisingiz bilamda nima? Diqqat qilmabdimi? Rahmat sizga. Mayli. Shundaqli bu go'zallik qarshi sharoit qarabmi o'zgaraydi. Pek maslashtirdim deb aytmoqda. Mashinamda boshqa maslashtirsam bo'lmaydi-ku. Atiga yana birini kiying desam, unimay mashina kelib chiqib ketdingiz o. Yana kelib buni o'zingiz olaman deb olgan. Bundaq yo'lsizlik qilmang. Sen Arslan, men surat tatib qo'ying, opamga yo'llab beray degandim. Seni suratga tatib qo'ymasammi? Qiynapam shu yerga kelganda yoki sen borganda anni ko'rsatib qo'ygan o'zingni, ha? Ularning eng ochiq keladiğini ayollarning ko'p suratga tushishi. Arslan, men bir filmga tatib qo'ygan bo'lsangiz minnatdor bo'lgan bo'lardim. Biranasi film ishlaydigan bo'lib qoldingizmi? Mushu xo'shal kunlar minnatdorlik bildirish faoliyatida qatnashibchi. Mushu xuanshi kunlarga en xodon degan temani tanlab turib film ishlasak, 49900 qo'y pul anandan keyin oltin uzuk shunaqlar mashina qatorliq sovg'atliqlar erish imkoniyati bor ekan. Shunlashqa men bir shuning qarta bir film ishlab faoliyat qatnashib boqay degandim. Bo'ladi ekan bu. Tatib qo'yay. Sizni tatib qo'ymay, kimni tatib qo'ymayman. To'xtab turing. Yaxshiroq chiqsin. Diqqat. Yaxshi. Başında. İşletken sözlerimde hatalık badek kılıdı. Ameliyatı ulanın öçgördüğünü ayolların süret küçüşü emez, belki ayolların süret küçüşü. Ayollar ayolsun diyen sözünü ayolunuz ayolsun dep özgertiş imkaniyeti bağımıdır dep oylap kalemem bazıda.